Assalomu alaykum, ishning ko'zini biluvchi tadbirkorlar. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda ishbilarmonlar uchun yaratib berilgan shart-sharoit va imkoniyatlardan oqilona foydalanayotganlar. Bugun ko'rsatuvimizda sug'urta xizmatlari bozori haqida gaplashamiz. Mavzuyimiz esa sug'urta xizmatlari bozorini rivojlantirish, qanday qilib fuqarolar va biznesni xavfdan himoya qilish mumkin deya nomlandi. Endi esa qisqacha mavzu ichiga kirsak, sug'urta xizmatlari bozori iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, risklarni kamaytirishda, xavfni oldini olishda, favqulodda vaziyatlardan tezroq chiqib ketishda muhim ahamiyatga ega. Bu soha allaqachon savdo, tibbiyot, xizmat ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan, ammo aholi orasida sug'urta savodxonligi hali to'liq shakllanmagan. Odamlar страховка deganda faqatgina avtomobil egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtalashni tushunadi xolos. So'nggi yillarda barcha sohalarda bo'lgani kabi sug'urta xizmatlari bozori ham tubdan isloh qilindi. Uning huquqiy asoslari qaytadan ko'rib chiqilib, mustahkamlandi. Bozorda raqobat muhiti vujudga keldi. Shuningdek, sohani raqamlashtirish jarayoniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda ilg'or texnologiyalardan unumli ravishda foydalanilmoqda. Ana endi studiyamizga yig'ilgan barcha qadrli mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz va ilk savol bilan barcha qadrli mehmonlarimizga yuzlanamiz. Xo'sh, sug'urtalash o'zi nima beradi? Dastavval mana shu savolga javob izlasak. Sug'urta o'zi bu nima? Sug'urta o'zi bizga nima beradi deganda, sug'urta bu hayotda har birimiz har xil vaziyatlardan risk, har xil vaziyatlarga duch kelishimiz mumkin. Birinchi o'rinda har kuni ertalab odam uyg'ongandan уже risklar yuzaga keladi. Risklar yuzaga kelsa, o'z orqasidan moliyaviy yo'qotishlarni olib kelishi mumkin. Moliyaviy yo'qotishlardan odam o'zini o'zi himoya qilishi bu sug'urta mexanizmi orqali amalga oshirilishi butun dunyoda keng qo'llanilib kelmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasida ham. Haqiqatan so'ratdingiz, o'sha demak sug'urta masala bo'yicha xalqimizni, mahalladoshlarimizni savodxonligi, ko'nikmasi talabga javob desak ham bo'ladi, beradi desak ham, lekin juda ham aholimiz orasida sug'urtaga nisbatan bir ma'lumot juda kam. Bir fikr bildirmoqchimanki, mana shu aholining ichida yurib, gaplashib yurganimizda mana shu sug'urta masalalari bo'yicha ularning savol-javoblari, qanaqa bir imtiyozlari bor, qanaqa aholimizga, mana biz hammamiz mana shu xalqmiz, to'g'ri, mahallada yashaymiz. Qanaqa yordam xalqimizga, yashayotgan fuqaromizga nima beradi sug'urta degan savolga, demak, mana televideniya, axborot vositalari kengroq yoritishimiz kerak-da. Chunki ko'pchilik to'g'ri bilimga ega emasmiz. Bir paytlar o'zimiz ham bilmayman yuramiz. Mana hozir yangiliklar ko'p bo'lyapti. Misol uchun, har kim ham o'sha Lexus degan sayt bor. Hamma ham tushunavermaydi, yosh kattalar, bizga o'xshagan nafaqaxo'rlar ham bor. Lekin mana hozirgi juda O'zbekistonimizda yangi mana yo'nalishlar boshlandi. Ayniqsa sug'urtalash tizimida insoniy omili yo'q. Elektron tarzda, to'g'rimi? Misol uchun ilgari bir sertifikat berilardi. Misol uchun avtoulov, ana avtomobillarni majburiy, o'zi ikkita sug'urta bor, majburiy va ixtiyoriy. O'sha majburiy sug'urta qilganimizda avtomobillarimizni, demak, qo'limizga hozir endi berilmaydi sertifikat, o'zi onlayn tarzda, to'g'rimi? Xolos polisi, to'g'ri, o'zi avtomatik tarzda, demak, to'lov bo'lgandan keyin o'zi, demak, o'sha avtoulovingiz 1 yilga beradigan sug'urtalar mavjud. Endi bu yangiliklar ko'p, faqatgina shu aholimiz orasida, demak, keng targ'ibot qilishimiz kerak. Alohida yo bir mana shu televideniya orqali yoki bir maxsus bir ko'rsatuvlardami aholiga tushuntirish ishlarini olib borsak, demak, endi hali bu yana rivojlantirishimiz kerak-da, mana bu sug'urta tizimini. Chunki ko'p chet ellarga borganman, ko'proq qulayliklar yaratishimiz kerak-da aholiga. Mana hozir mana sog'liqni saqlash yo'nalishida mana yangiliklar bo'ldi, to'g'rimi? Hozir ijtimoiy sohada sug'urtalash va hokazo va umuman sug'urtalash
tizimim mana endi yaqinda mana Oliy Majlisga ham boshqa yangi bir programma loyihalar chiqyapti sug'urta masalasi bo'yicha. Nima o'zgartirsak, qanaqa qilsak aholimizga, xalqimizga qanaqadir qulaylik yaratish maqsadida. Rahmat Ismoil aka, keling mutaxassislarga so'z navbatini beramiz. Demak, dastavval bergan savolimizga yana to'liqroq ma'lumotni eshitishga harakat qilamiz. Sug'urtalash o'zi nima beradi? Marhamat. Hozirgi aytgan so'zlarga, ya'ni raqamlashtirish bo'yicha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Marhamat. Sug'urta sohasida boshqa sohalarga nisbatan keng rivojlanib, raqamlashtirishga katta e'tibor berilmoqda. Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish kompleks chora-tadbirlari to'g'risidagi o'sha qarorimiz bor. Bu bo'yicha aynan sug'urta sohasini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratilgan. Bu qarorda nimalar belgilangan? Ya'ni o'sha barcha turdagi sug'urta shartnomalarini o'sha yagona axborot tizimida rasmiylashtirish, sug'urta polislarini qog'oz shakldan voz kechish, ya'ni o'sha qog'oz shaklda rasmiylashtirmasdan elektron tizimda rasmiylashtirish va eng asosiysi bu sug'urta xizmatlari sifati bo'yicha sug'urtalovchilar reytingini yuritib borish. Bu nima beradi? Va yana bir narsa borda, sug'urtalanuvchilar reytingini tashkil qilishdan avvalroq biz fuqarolarda sug'urtaga bo'lgan ishonchni oshirishimiz kerak, to'g'rimi? Buning uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Albatta, aholida sug'urtaga bo'lgan ishonchni amalga oshirishda bu bevosita hozir o'sha reyting bilan bog'liq bo'lgan narsa, chunki aholida o'sha sug'urtaga bo'lgan ishonch elektron tarzda shakllantirilgan reytingga qarab ham huquqiy tushunchasi oshadi, ham o'sha sug'urta tashkiloti yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan sug'urta tashkiloti bilan ishlash imkoniyati yaratiladi. Ya'ni kim o'sha onlayn tarzda bu birinchi o'rinda fuqarolarga vaqtini tejash, sug'urta tashkilotini tanlash, shunaqa imkoniyatlarni beradi. Bu o'z navbatida o'sha sug'urtalovchilar o'rtasida ham sog'lom raqobatni vujudga keltiradi. Ya'ni kim reytingi yuqori bo'lish uchun sug'urta tashkilotlari tomonidan yangi sug'urta xizmatlari taklif etilishi mumkin. Amaldagi sug'urta xizmatlari bo'yicha sug'urta shartlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin, ya'ni soddalashtirilishi mumkin. Ushbu bevosita sug'urtalovchilarni va sug'urta qildiruvchilarni birgalikda ishlashi va o'sha o'rtada bo'ladigan munosabatlarni yaqinlashtiradi va aholini sug'urta madaniyati yanada oshiradi. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'tarilgan mavzu uchun hammaga tashakkur bildirmoqchimiz. Bu juda ham hozir ommabop bo'lgan mavzu. Sug'urta kompaniyasi xodimi sifatida biz bevosita mijozlar bilan ishlaymiz. Mijozlardan kelib tushayotgan asosiy muammolar o'sha takror qaytarilayotgan sug'urta savodxonligini yetishmasligidan deb o'ylaymiz. Yana o'zi sug'urta oddiy aholiga nima beradi? Sug'urta tushunchasi nima degan savolingizga yana qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Marhamat. Sug'urta sohasi bu iqtisodiyotimizning moliyaviy sektoriga tegishli. Bu moliyaviy xizmat turi, ya'ni mijozlari, mulkiy manfaatlari, sog'liq va hayotlari bilan bog'liq bo'lgan zararlarni qoplash funksiyasini bajaradi. Aholimizda sug'urta deganda tor doiradagi sug'urta mahsulotlari tushuniladi. To'g'ri. Ya'ni bilamizki, o'sha ommabop bo'lgan majburiy sug'urta turlari, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish, sug'urta mahsulotlari orqali xalqimiz faqatgina sug'urta bilan tanish. Bu majburiy sug'urta turlaridan tashqari bir nechta ixtiyoriy sug'urta mahsulotlari ham kompaniyalar tomonidan mijozlarga taklif qilinadi. Asosiy muammo nimadan iboratki, xalqimiz shu sug'urta sohasi bilan ishligi tushganida asosiy talab qilinadigan narsa bizaga iloji boricha arzon sug'urta mahsulotlarini beringlar deb talab qilishadi. Sababiki biz ko'p kichik doiralarda o'tirib sug'urta to'g'risida bahs olib borilganda ko'p tanishlarimizda shunaqangi tushunchaki, sug'urta pul oladi, pul berishga kelganda har xil vajlar bilan to'lamaslik harakatini, to'g'ri, mana shunday fikrlar bor. Yo'l yo'rig'ini qilishni taraddudini qilishadi deyshadi. Bu avvalambor noto'g'ri. Yana aytib o'tishadiki, ko'p respublikamizda faoliyat ko'rsatiladigan, ko'rsatib olib
faoliyat ko'rsatayotgan sug'urta kompaniyalari faoliyatlarini chet el kompaniyalari faoliyati bilan solishtirilishadi. Endi bunaqa solishtiradigan bo'lsa, o'z navbatida aytib o'tish kerakki, yana o'sha chet el mamlakatlarda sug'urta madaniyatining rivojlanganligi va sug'urta mukofoti miqdori bizning berayotgan sug'urta mahsulotlarimizni sug'urta mukofotlariga qaraganda ancha qimmatligi. Ya'niki sodda qilib aytganda, agar mijoz ishonchli sug'urta himoyasiga ega bo'lmoqchi bo'lsa, bu mahsulotlar har bir kompaniyada mavjud. Faqat narxi ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin. Mijoz uchun asosiy tamoyil arzon narx bo'lsa, sug'urta kompaniyalari ham sug'urta xizmatlarini shu narxiga yarashasini taklif qilishadi. Sug'urta o'zi nima? Sug'urta nima beradi bizga deganda, sug'urta bu odamni moliyaviy yo'qotishlarni, bu risklarni sug'urtalash uchun oldindan bir oddiy qog'oz emas-da bu. Bu kafolat, bu kafolat hisoblanadi. Odamlar hayotida yo'qotishi mumkin bo'lgan hayoti, mol-mulki va boshqa shunaqa sohalarida o'ziga moliyaviy zarar yetkishi mumkin bo'lganda sug'urta tomonidan qoplab beriladi. Ikkinchisi, hozir savolda sug'urta sohasida qaysi sohalarda o'zgarishlar kuzatilmoqda. Sug'urta sohasida oxirgi yillarda e'tibor berib qaraladigan bo'lsa, davlat hukumatimiz tomonidan bir qancha qonunlar, qarorlar qabul qilinmoqda. Va hozirgi kunda hech kim sir emas, tadbirkorlik faoliyati ham keskin ravishda rivojlanib bormoqda. Demak, iqtisodiy o'zgarishlar yuzaga kelganda sug'urta sohasi ham iqtisodiyotning bir ajralmas qismi bo'lib hisoblanganligi uchun ushbu sohada ham yetarli darajada o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Hozirgi kunda sug'urtaning barcha sohalari, masalan, hayot sug'urtasi bo'lishi mumkin va umumiy sug'urtaga bo'linadi. Umumiy sug'urta boshqasida ham sug'urtani rivojlanayotganligini, o'sayotganligini ko'rishimiz mumkin. Oldingi yillarda e'tibor berib qaradigan bo'lsak, statistik ma'lumotlarga yalpi ichki mahsulotda sug'urtamizni ulushi anchagina kam miqdorni belgilagan edi. Vaholanki qo'shni davlatlarimizda ham, Qozog'iston deymizmi, Rossiya boshqa davlatlarda ushbu yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ancha yuqori bo'lib hisoblanardi. Iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda esa ushbu ko'rsatkich 10 baravarlab yuqori bo'lib turgan edi. Hozirgi kunda iqtisodiyotda amalga oshirilayotgan islohotlar oqibatida sug'urta birinchisida raqamlashtirish, ya'ni bu fuqarolarga, mijozlarga yengillik yaratish. Ikkinchisi, bizda hozir shaffoflik tizimi joriy etilib kelinmoqda. Shaffoflik tizimi nima? Bu sug'urtaga ishonchni yanada ko'paytirishga, oshirishga xizmat qilmoqda. Undan tashqari, sug'urta kompaniyalarining, sug'urta tashkilotlarini ustav kapitaliga, ya'ni ularni kapitalizatsiyasiga yana o'ziga talablari bor, o'sha talablarni o'zgartirib kelinmoqda. Bu hozirgi bemalol aytishimiz mumkinki, sug'urtada hozirda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar orqali sug'urtaning barcha sohalarida o'sishni kuzatishimiz mumkin. Aholi o'zi ishtiyoq bildirib, o'zi qiziqib, o'zi harakat qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, oldingi davrlarda sug'urta kompaniyasi borib, taklif qilib, uni tushuntirib, boshqa narsa qilardi. Hozir o'sha aholi kelib o'zi so'rayotgan nimalarni ham kuzatishimiz mumkin. Banklar tomonidan kredit ajratilyapti. Kredit qaytmasligi sug'urtasi. Bu nimaga kerak? Aholi uchun nima beradi? Ko'pchiligimiz oldin aytib o'tilganday arzon sug'urtani qidiramiz, boshqa qiladi deydi. Aholini ba'zi bir masalalarni tushunmaganligi sababli shunaqa yuzaga kelishi mumkin. Agar arzonga sotib olish imkoniyati bo'lsa, nima qilaman ko'pincha ko'proq to'lab degan narsa ham yuzaga keladi. Shuni inobatga olib, hozir mediada, boshqada aholini madaniyatini, huquqiy savodxonligini, huquqiy madaniyatini oshirishga shu ishlar amalga oshirilyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. Keling. Tez kunda yangilikning qaynog'i bo'ladi. Hozircha esa reklama. Kalsimin bu tarkibida 5 ta mineral bor yagona kalsiy preparati. Minerallar kuchli suyaklar va nafis tirnoqlar uchun kollagen hosil qiladi. Kalsimin. Bayer. Bozordan hammasini oldingizmi? Humans. Kreditchi? Kreditni to'ladingizmi? Humans. Yordam beramizmi? Humans. O'zingizga mahsulot sotib oldingiz, muhtojlarga yordam bering. Humans, aqllilar uchun har kuniga.
Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Adasi, eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga promokod berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari, marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Ayniqsa iqlim o'zgarishi sharoitida sug'urta xizmatlarining ahamiyati yanada ortib bormoqda. Tahlilchilarning fikricha, turli tabiiy ofatlar, texnogen fojialarning salbiy oqibatlarini yumshatishda sug'urtalash eng optimal usul ekanligi qayd etilmoqda. Ayniqsa global iqlim o'zgarishi sharoitida sug'urtalash ahamiyati tobora ortib boryapti. 2024-yilda tabiiy ofatlardan ko'rilgan iqtisodiy zarar 320 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, bu summadan faqatgina 140,95 milliard AQSh dollarigina sug'urta orqali qoplangan. Bundan tashqari, iqlim o'zgarishi oqibatida qishloq xo'jaligiga yetkazilayotgan zararlarni ham sug'urtalash muhim hisoblanadi. Bu orqali mahsulot yetishtiruvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularni o'z faoliyatini davom ettirishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish mumkin. Ammo ijobiy yangiliklar ham yo'q emas. Misol uchun 2024-yil davomida sug'urta bozori barqaror o'sishni ko'rsatdi. Yig'ilgan sug'urta mukofotlari miqdori 9,8 trillion so'mni tashkil etdi. Bu 2023-yilga nisbatan 21% ga ko'p degani. Bu o'sishga sug'urta xizmatlariga talabning oshishi va yangi sug'urta turlari joriy etilishi natijasida erishildi. Shuningdek, 2024-yilda 2,2 trillion so'm sug'urta to'lovlari amalga oshirildi. Sug'urtalovchilarning umumiy aktivlari qiymati 11,8 trillion so'mga yetdi. Mazkur yo'nalishda 2023-yilga nisbatan 24,9% ga o'sishga erishildi. Bu ko'rsatkich kompaniyalarning moliyaviy barqarorligi oshganidan, ularning investitsion portfeli ko'payganidan va ularga nisbatan aholining ishonchi oshganidan dalolat beradi. Umuman olganda, 2024-yilda qariyb 10 million dona sug'urta shartnomalari tuzilgan. Bu raqamlar aholi va biznesdan sug'urta xizmatlari ko'lami ko'paygani hamda odamlarda sug'urta xizmatlari muhim o'rin egallayotganini anglatadi. Siz nima deysiz? Ko'rsatuvimiz o'z yo'nalishida davom etadi. Endi soha mutaxassislariga yana savollar bilan murojaat etishda davom etamiz. Yuqorida Sherzod aka arzon sug'urta, qimmat sug'urta haqida fikrlarni aytib o'tdilar. Qimmat, arzon sug'urtalar farqini mutaxassislar keltirib o'tishsa, aholi o'rtasida o'sha ko'pchilik biladigan avtomashina sug'urtasi o'z nomi bilan ma'lumki, transport vositalari egalarining 3-shaxs oldidagi javobgarligini sug'urtalar. Biz aholidan iltimos qilib qolgan bo'lardik. Bu yerda sug'urta obyekti sifatida aynan 3-shaxsga yetkazilgan zarar inobatga olinadi. Ya'ni bu holatda ko'pchilik shunaqa 2023-24-yil holatda o'sha kompaniyada kelib tushgan murojaatlarda ko'rsak, o'sha yong'in yoki sel shu holatlarda bo'lyapti, yog'ingarchilik yoki daraxt ustida tushib ketishda keladi, to'lab bermayapsiz. Nega to'lab bermaysizlar? Yo'q. To'g'ri, to'lab bermasligi to'lab bermagan. Bu fakt, lekin asosli to'lanmagan. Chunki sabab u mashina 3-shaxsga ziyon yetkazilmadi. 3-shaxs deganda yo'l transport hodisasi ro'y berganda, aytaylik, qaysidir o'sha siz tomoningizdan qaysidir mashinaga ziyon yetkazilishi yoki mol-mulkka ziyon yetilishi yoki o'sha fuqaroga ziyon yetkazilishi. Qonunchilik bo'yicha 65 ga 35 nisbat deymiz, ya'ni belgilangan 40 million so'm sug'urta tovonini 35%, ya'ni 14 million so'm faqat mol-mulkka, ya'ni o'sha yetkazilgan zarar jihatdan mol-mulkka, 65%, ya'ni qolgan qismi hayot va sog'liqqa to'lab beriladi. Endi aholi o'rtasida oddiy, arzon, qimmat degan tushuncha bor. To'g'ri, sug'urta o'zi o'sha biz sug'urtachilar tilida OSAGA deyiladi, ya'ni transport vositalarini fuqarolik javobgarligini sug'urta qilishda oddiy sug'urta deb aytilayotgani bu o'sha xalq tilida arzon sug'urta. Ya'ni hozir kecha kunduzda Toshkent shahri uchun 56 ming so'm, viloyatlar uchun 40 ming so'm qilib belgilangan qonunchilik bo'yicha. Qimmat sug'urta deb aytayotgani bu o'sha aholi tilidagi VIP sug'urta turi. Demak, Toshkent shahri uchun 168 ming so'mda, viloyatlar hududlarida
120 ming so'm tashkil etadi. Va bizga farqlarni ham aytib o'tsangiz. Farqi shundan iboratki, demak, oddiy sug'urta polisimizda, ya'ni oddiy sug'urta deb o'tadigan o'sha haydovchilar soni cheklangan. Ya'ni oddiy sug'urtani qonuniy tildagi aytadigan bo'lsak, haydovchilar soni cheklangan. Ya'ni bunda o'sha belgilangan transport vositasini maksimal 5 ta fuqaro, ya'ni 5 ta haydovchi haydash mumkin. Bizda o'sha xalq tilida VIP deb aytayotgan qimmat sug'urtada, demak, haydovchilar soni cheklanmagan, bu qonuniy nomlanishi. Haydovchilar soni cheklanmagan deyilgandan keyin, agar o'sha mashinani boshqarish huquqiga ega bo'lgan shaxslar, ya'ni ishonchnoma orqali yoki uning yaqin qarindoshlari haydasa bo'ladi, yoki agar mashinani haqiqiy egasi yonida o'tirgan holatda, demak, boshqa transport haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan shaxslar boshqarishi mumkin. Demak, yo'l transport hodisasiga uchraganda aybdor shaxs VIP sug'urtaga ega bo'lsa ham unga o'sha xarajatlarni qoplab berish uchun pul miqdorlari qaytarilmaydi. Shundaymi? Marhamat. Javoblarni. Hozir yaxshi savol, hamma ko'p savol tug'iladigan, ko'p tushunmovchiliklarga yuzaga keladigan savollardan bittasi. Rahmat shu masalani ko'targaningiz uchun. Birinchi o'rinda aytib o'tganlaridek to'ldirmoqchi edim, uchinchi shaxs degan nima degani. O'zi qonunchilik bo'yicha birinchi shaxs bor, ikkinchi shaxs yo'q, uchinchi shaxs bor. Masalan, men o'zim uchun o'zim bu birinchi shaxs. Bular qolgan hamma atrofdagi odamlar uchinchi shaxs hisoblanadi. Demak, nomidan e'tibor beradigan uchinchi shaxs oldidagi javobgarligi deyapti. Demak, yuzaga kelishim men tomonimdan hammani oldidagi yuzaga kelish bo'lgan hamma shu majburiyatlarim. To'g'rimi? Shunaqa ertalab men aytdim, hammani kimnidir oldida javobgarlik bor. Otasini, bolalarini, ota-onalar bolalari oldidagi javobgarlik, bolalari ota-onasi, transport xuddi shunga o'xshagan transport vositasini boshqarayotgan har bir shaxsni kimgadir nisbatan javobgarlik yuzaga kelyapti. Demak, shuni ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lganligi uchun davlat tomonidan majburiy sug'urta sifatida kiritilgan. Keyin ikkinchisi masalasi VIP sug'urta polisi, ya'ni cheklangan, cheklanmagan sug'urta polisi 56 tam 168 ming so'mlik sug'urta polislari. Bunda faqatgina asosiy farqi, bunda arzon bo'lgani uchun faqat belgilangan miqdordagi transport vositasini boshqarishga qo'yilgan shaxslar uchungina sug'urta tashkiloti javobgarlik olib boradi degan. Masalan, biz 2 kishini kiritgan bo'lishimiz mumkin sug'urta polisida, 5 kishini e'tibor bergan bo'lsak, pastda yozilgan bo'ladi. Kiritilganligi. Bu soniga cheklanmagan, sonni qo'shishi mumkin. Undan tashqari yana VIP sug'urta polisi deb aytganlarda, bu VIP sug'urta polisida bunda nima bo'ladi? Unda biz xohlagan odamni qo'yishimiz mumkin, lekin qonuniy transport vositasini boshqarishga qonuniy asosi ega bo'lgan shaxslarni qo'yishimiz mumkin. Har xil vaziyat bo'ladi, hayotda har xil narsa bo'lishi mumkin. Masalan, sug'urtaga unga ishonchnoma beradi. Masalan, hozir MyGov orqali, boshqasi orqali berishimiz mumkin. Sug'urta ishonchnoma berdi. Unda sug'urta polisiga o'zgartirish kiritmasdan haydab boshqarib ketishi mumkin. Yoki xudo ko'rsatmasin bir baxtsiz hodisaga uchradi. Transport vositasini boshqaruvchi shaxs yoniga o'tirganda boshqa odam boshqarib ketishi mumkin. Agar shunaqa VIP sug'urta polisi bo'lsa, mumkin boshqarib ketishi. Keling, endi bilasizmi, Bobur xo'ja, o'zi aslidan olganda tomoshabinlarimizda ham aynan demak, haydovchilar foydalanadigan sug'urta haqida ma'lumotlari yetarli, lekin biz keling, aynan mana shu yo'nalishdan cheklanib qolmaylik, chunki sug'urtaning tarmoqlari, yo'nalishlari ko'p, to'g'rimi? Misol uchun tibbiy sug'urta, sayohat sug'urtasini oladigan bo'lsak, misol uchun yaqin tanishimda shunday holat ro'y berdi. Ular ziyorat bo'yicha 2 kishi chet davlatiga borishdi va kutilmaganda ketma-ket yog'ingarchilik oqibatida demak shamollab qolishdi. Birining demak tibbiy sug'urtasi bo'lmagani uchun u yerdagi klinikaga murojaat qilishga majbur bo'ldi va tabiiyki sug'urta yo'qligi uchun ularga 10 ming AQSh dollariga yaqin bo'lgan chek taqdim etilgan. Demak, salomatliklari tiklangandan so'ng. Ikkinchi hamrohlari esa aksincha tibbiy sug'urta bilan borganliklari uchun hech qancha pul to'lamaganlar klinikaga. Bundan ko'rinib turibdiki, tibbiy sug'urta har qanday vaqtda ham, ayniqsa sayohatga chiqayotgan yurtdoshlarimiz fuqarolar uchun ham az qotadi. Keling, aynan tibbiy sug'urta va sayohat sug'urtasi haqidagi to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lsak. Sug'urtani turlari juda ham ko'p. Bulardan bittasi sayohatchilarning sug'urtasi. Mijoz sug'urta kompaniyasiga ofisiga tashrif buyuradi yoki rasmiy saytiga kiradi.
u yoqdan sug'urta mahsulotini sotib oladi, kerakli ma'lumotlarni kiritib. Sotib olgandan keyin mijoz Turkiyaga chiqib ketdi deylik. Sug'urtani boshlanish muddatlari bo'ladi. Bugun sug'urta yozayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlanmaydi. Onlayn sug'urta turlarida. Ertasi kundan boshlanadi, например. Chet elga chiqib ketdi, chet elda biron bir hodisa sodir bo'lib, yiqilib tushdi, oyog'ini qayirib yubordi. Shu vaziyatda sug'urta polisida ko'rsatilgan telefon raqamlar bo'ladi. Sug'urta kompaniyalari chet elda o'zini nomidan mijozlarga xizmat ko'rsatadigan assistance bilan shartnoma tuzgan bo'ladi. Shartnoma asosida bizning mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Telefon raqamlariga telefon qiladi, bo'lgan vaziyatda aytadi, qayerda turganini aytadi. Yonida klinika bo'lishi mumkin 3 ta yoki 4 ta. Assistant sug'urta kompaniyasi qaysi klinika bilan shartnoma tuzgan bo'lsa, o'sha klinikaga yo'naltiradi. Yo'naltirgandan keyin sug'urta polisini borib ko'rsatadi. U sug'urta polisida limitlar belgilangan bo'ladi. Misol uchun sug'urta kompaniyasini polisi bo'yicha 60 ming yevrogacha sug'urta qoplamasi bo'ladi. 30 ming yevrovi tibbiy xarajatlar uchun bo'lishi mumkin. Qolgan summalar transport xarajatlari va boshqa xarajatlar uchun qoplanishi mumkin. Ambulator xizmatlaridan foydalanadi yoki doktorlar, shifokorlar tashxislariga ko'ra muolajani oladi. Muolajani olgandan keyin tekinga tushadi bu narsa, mijoz pul to'lamaydi. Assistance kompaniyasi tomonidan qoplanadi. Assistance kompaniyasi bizga ma'lum bir vaqtda mana bu sizning mijozingiz bizga murojaat qildi, menimcha narx bo'ldi deb aytishadi. Mijoz bu yerda sarson sargondon bo'lmaydi. Yana bitta narsani inobatga olish kerak. Assistance kompaniyasi juda ham yaxshi ishlaydigan, juda ham bir o'zini ishini ustalari bo'lgan shifoxonalar bilan shartnoma asosida ishlaydi. Siz aytayotgan sug'urtalash hozir kunda biror bir chet elga sayohatga chiqayotgan yurtdoshlarimizga qancha qiymatda xarajat qoplanadi? Bizi tomonimizdami yoki ular tomonidanmi? Mijozlar tomonidan. Mijozlar tomonidan bizga aytadi, qaysi kuni chiqib ketadi O'zbekistondan, qaysi kuni O'zbekistonga qaytadi. Vaqtiga bog'liq. Ma'lum bir summani chiqarish uchun u mijoz bizga aytish kerak bo'ladi. Qaysi davlatga ketayotgani, qachon ketayotgani, qaysi muddatda ketayotgani, nima maqsadda ketayotgani ma'lumotlarni aytadi. Shunga asosan biz narx chiqarib beramiz. Sug'urtani mukofotini, narxini chiqarib beramiz. Demak, sug'urtalash jarayonida mana shu shaxsni salomatligi ham inobatga olinadi. Ko'rikdan o'tkaziladimi? Inobatga olinmaydi. Sug'urta shartnomasini rasmiylashtirayotgan paytda ommaviy oferta degan hozir narsa bor. Hujjat imzo chekiladi. Shunaqa ommaviy ofertaga galochka bosib, bu degani bu ichidagi shartlarga roziman degan. Roziman deb sug'urta polisini agar rasmiy saytdan sotayotgan bo'lsa, rozimanni belgiladi. U degani o'sha ichidagi shartlarga roziman degan. Yoki sug'urta kompaniyasiga kelganda sug'urta xodimi unga tushuntiradi. Mana bu vaziyatlarda sug'urta pul to'laymiz, mana bu vaziyatlarda pul to'lamaymiz deb tushuntiradi. Ziyorat sug'urtasi, o'sha sayohat sug'urtasi qancha turadi narxi? Misol uchun Dubayga ketmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sug'urta kompaniyasi 35 ming yevroga sug'urta himoyasini oladigan bo'lsa, o'rtacha narxi 100 mingdan 150 ming so'mgacha chiqadi. Bular majburiymi yo ixtiyoriymi? Ixtiyoriy ravishda tuziladi bular. Ixtiyoriy, tushunarli. Rahmat ma'lumotlar uchun. Qo'shimcha ma'lumotlarni Behruzbekdan eshitamiz. Hozirgi kunda o'sha aytib o'tilgan hamma fikrlardan kelib chiqib, qo'shimcha sifatida aytmoqchiman. Sug'urtani o'zi ikki tarmoqqa bo'linadi. Birinchisi majburiy, ikkinchisi ixtiyoriy turda tuziladigan sug'urta turlari hisoblanadi. Travel sug'urtasi, ya'ni chet elga chiquvchilarni sug'urtasi, sayohatchilar sug'urtasi bu ixtiyoriy turga kiruvchi sug'urta turi hisoblanadi. O'sha aytib o'tganlardek va bundan tashqari sug'urta kompaniyalari butun respublika tomonidan sug'urta xizmatlarini ko'rsatish yuzasidan olib borilayotgan qaysidir ma'noda targ'ibot va sug'urta kompaniyalari faoliyati natijasida hozirgi kunda ushbu ixtiyoriy turdagi sug'urta turlari ham borgan sari rivojlanib boryapti. Shu jumladan chet elga chiquvchilar, sayohatchilar sug'urtasi ham deyarli barcha chet elga chiquvchi aholi tomonidan ixtiyoriy ravishda rasmiylashtirib kelinmoqda. Buning natijasida fuqarolar tomonidan chet elda yurgan paytida, sayohat paytida yoki qanaqadir ish bilan mashg'ul bo'lgan paytida yuzaga keladigan moliyaviy xavf-xatarlardan o'zini himoya qilishda yoki yetadigan zararlarni yumshatishda juda ham bir qo'l kelayotgan
metod uslub sifatida sug'urtadan foydalanish juda ham keng foydalanib kelyapti hozirgi kunda. Yana bitta qo'shimcha sifatida aytib ketishimiz mumkin. Agar assistans xizmatlaridan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lmasa, shifoxonaga murojaat qilgandan keyin unga anketa ochiladi. Doktor, shifokor tashxis qo'yib beradi. Bundan tashqari nima holat bo'lganiga qarab analiz javoblari bo'ladi. Yetkazgan rasxodini cheki bo'ladi. Hamma ma'lumotlarni o'zi bilan oladi. O'zbekistonga kelib qo'ngandan keyin har bitta ommaviy ofertada ixtiyoriy sug'urta bo'lgani uchun har xil belgilangan bo'ladi. 30 kun o'rtacha 30 kun ichida sug'urta kompaniyasiga O'zbekistonga qo'ngandan keyin sug'urta kompaniyasiga yozma ravishda murojaat qiladi. Mana shunaqa holat bo'ldi. Men chet eldaligimda mana sug'urta qoplamasini to'lashingiz uchun mana bu hujjatlarni bizga ariza beradi. Arizaga asosan biz ko'rib chiqamiz. Shartnomaga, ommaviy ofertaga ko'ra biz to'laydigan joy qismiga to'g'ri kelsa pul to'laymiz. Yo'qmasam mijozga tushuntiriladi. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Sen ham buni xohlashingni bilgandim. Marhamat. Tim hammaga yetadi. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Aholi o'rtasida mana hozir o'sha chet elga sayohat, travel sug'urta deyapmiz, lekin bu yerda bitta narsaga aholi e'tibor qaratishi lozim bo'lgan jihat bor. Travel sug'urtasi ham o'zi bu baxtsiz hodisalardan sug'urtalash. Bu tibbiy sug'urtadan farq qiladi. Ya'ni sizni boya o'sha ko'tarilgan savol, u tekshiriladimi degan masalada bu o'sha baxtsiz hodisalardan, ya'ni nomi shunaqaki, chet el sayohatchilarni baxtsiz hodisalardan sug'urtalash. Ya'ni o'sha hozir bular mutaxassislar aytib o'tgandek, o'sha aynan boshqa davlatlarda, ya'ni assistentlar tomonidan u yerda o'sha fuqaroga yetkazilgan baxtsiz hodisa natijasida zarar qoplab beriladi. Endi tibbiy sug'urtada hozir ko'tarilayotgan masala, tibbiy sug'urta o'zi umuman boshqacha yo'nalishda. O'zi umuman sug'urta faoliyatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ikkita soha, umumiy va hayot sug'urta tarmog'i bor. Hayot sug'urta tarmog'ida aynan tibbiy sug'urta alohida yo'nalish sifatida va tegishli o'sha kompaniyalar hozirgi kunda faoliyat yuritadi. Aynan siz aytgan o'sha tekshirish yoki jarayonlar nimasi aynan tibbiy yo'nalishda tibbiy sug'urtada amalga oshiriladi. Endi bu yerda hozir chet el sug'urtasi ko'pchilik sotib oladi. Bizda eng ko'p uchraydigan bitta narsa shu, aholimizda qanday sug'urta mahsuloti bo'lishidan qat'iy nazar ishi tushsa bilyapti shu sug'urta borligini. Masalan, chet elga chiqish oldidan o'sha posolstvolarimiz, ya'ni elchixonalarimiz talab qilsa olib xarid qilishyapti yoki mashinalarimizda masalan boya ko'tarilgandek o'sha majburiy bo'lganligi uchun xarid qilishyapti yoki kreditlar rasmiylashtirish jarayonida bank tomonidan shuni sug'urtalash kerak desa, aholi ongida bu ham majburiy ekan degan tushuncha bo'ladi. Lekin u qonunan sug'urta tilida u ixtiyoriy, lekin qaysidir o'sha banklar faoliyati to'g'risidagi qonunda u majburiy belgilangan. Ya'ni bu bitta narsa qilib, umumiy xulosa qilib bir narsani aytish mumkinki, aholi o'rtasida sug'urta savodxonligini oshirish bo'yicha o'sha quyi pog'onalardan boshlash. Mana hozirgi kunda biz tajriba sifatida istiqbol loyihalar milliy agentligi va maktabgacha maktab ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda, ya'ni o'sha jahon tajribasini o'rgangan holatda bog'chalardan boshlash tavsiya berildi va effekt ko'rdik. Nimaga? Bolani borib sug'urtani birdan aytsangiz, biz hozir to'g'ri sug'urta turlari haqida gapirilayotganda aholi uchun tushunarsiz bo'ladi, lekin uni noldan o'rgatsa, masalan o'sha jahon tajribasi deymiz, aynan boshqa davlatlarga ko'rsak, hattoki avtobusda o'tirishni ham o'rgatishadi yosh bolachalar. Biz borib hali o'sha mana sug'urtani turli teatrlar, qo'g'irchoqlar orqali tushuntirib bersa, yosh 5 yosh, to'g'ri 3 yosh 2 yosh bo'lmasligi mumkin, 5-6 yoshdagi bolalar uje o'zini mashinasichasini, qo'g'irchog'ini sug'urtalash vaqtida sug'urta nimasi shakllanyapti. Yoki masalan maktablarda boryapmiz, sug'urta insholar yoziladi, biz bilamiz, sug'urta nima desa, ko'p joylarda biz ekspert qilib ko'rdik, sug'urta to'g'risida даже maktablarda ham unaqa nimasi yo'q. Yana bir savol tug'ildi-da, misol uchun biz chet el filmlarini tomosha qilganmiz va ana o'sha yerda ko'p bor guvoh bo'lganmiz, insonlar o'zini sug'urta qiladi. Bizda O'zbekistonda qanchalik mana shu jarayon mexanizmi amalga oshirilgan?
Endi O'zbekiston hududida olib qaraydigan bo'lsak, mexanizm yaxshi yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda adashmasam 4 ta sug'urta kompaniyasi hayot sug'urta tarmog'i bo'yicha, ya'ni o'zini sug'urta qilish bo'yicha faoliyat olib borayotgan bo'lsa, aynan baxtsiz hodisalardan sug'urtalash bo'yicha umumiy sug'urta tarmog'ida hamma sug'urta kompaniyasi litsenziyaga ega bo'lsa shug'ullanyapti. Endi bor, hozirgi kunda agar masalan biz o'zimizni kompaniya misolida olib qaraydigan bo'lsak ham, o'sha endi sug'urta siri degan tushuncha bor, mashhur shaxslar yoki tadbirkorlar, o'zini o'zi sug'urta qilganlar bor. Uni bitta o'sha o'zini baxtsiz hodisalardan 1 yilga to'laydigan ba'zi mijozlarimiz to'laydigan sug'urta mukofoti 1 million dan boshlanib 10 million 50 milliongacha to'lagan mijozlar bor. Ya'ni ular o'zi riskni tushunib yetgan, o'zi o'sha har xil baxtsiz hodisalar bo'lishi, ko'chadagi tasodifiylar yoki o'sha uni sog'lig'i natijasida sog'lig'ini yo'qotishi yoki o'sha baxtsiz hodisaga uchrashi natijasida keyingi oqibatlarni inobatga olib o'zi sug'urtalaganlar bor. Endi lekin qonunchilik bo'yicha sug'urta siri degan tushuncha bor. Aynan kimlar yoki nechta soni jihatdan aytib bo'lmaydi. Yo'q, lekin faktiski bor. Amaliyot bor. Murshid aka, siz aytib o'tgandek, mana shu yo'nalishda sug'urta bilan yuzma-yuz kelgandagina xabardor topayotgan yurtdoshlarimiz bor va bular ko'pchilikni tashkil etadi. Ana endi suhbatni biznes sug'urta bilan davom ettirsak, yurtimizda tadbirkorlar juda ham ko'p, lekin biznes sug'urta borligidan ko'pchilikning xabari yo'q. Shular haqida ma'lumotlarni soha mutaxassislaridan eshitsak. Bitta qo'shimcha aytmoqchi edim. Mana iqlim o'zgarish sug'urtasi, to'g'rimi? Mana tadbirkorlarimiz bog' yaratyapti, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetkazyapti. Demak, o'sha g'alla ekinlari, paxta ekinlari deymiz, bu ham tadbirkorning yo'nalishi, fermerlik deymiz, klaster tizimida deymiz. Ayniqsa mana shu global iqlim o'zgarish davrida sug'urtalash eng asosiy omil hisoblanadi. Chunki mana biz bilamiz, hozir hamma fermerlar qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Hattoki tomorqa, mana yoshlarga tomorqa ajratib berildi-yu. Shular ham hozir mana endi mana ko'nikmasi hosil bo'lyapti. Shu mani yerim ekayotgan nima qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'urtalash to'g'risida mana endi ko'nikma boshlanyapti. Chunki ungacha hech kim bilmagandi. Mana hozir suv masalasi, qirg'oqchilik masalasi уже juda bir dolzarb bo'lyapti. Demak, ana shu hozirgi sug'urtalash kompaniyalari hozir mana sekin-sekin mana уже aholimiz ham, fermerlarimiz ham, qishloq xo'jaligi, o'sha tadbirkorligingiz ham sekin mana sug'urtalash nimasiga 100% o'tdi degan Rahmat ma'lumotlar uchun. Biznes sug'urta haqida to'liqroq kimda ma'lumot bor? Yuqorida aytib o'tilganidek, sug'urta metodi bu biznesni rivojlantirishda, ya'ni umuman olganda iqtisodiyotni ajralmas bitta bo'ligi hisoblanadi. Qaysi ma'noda? Iqtisodiyot bilamiz, 2 tarmoqqa bo'linadi: ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish. Sug'urta metodidan foydalanish bu ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishni qaysidir omillar ta'sirida zarar yetish oqibatida uzluksizligini ta'minlab berish. Ya'ni har bitta yuridik yoki jismoniy shaxs bo'ladi, uni oldida tabiiy va texnogen omillar natijasida moliyaviy zararlar ko'rish ehtimoli mavjud. Hech kim bundan xoli emas. Shunaqa holatlarda biznesni sug'urtalashda bilamiz, vaqt masalasi. Biznesda har bitta daqiqa pul hisoblanadi. Mablag'. Har bir daqiqa yutqazilishi faoliyat yuritadigan yuridik tashkilotning hajmidan kelib chiqib, qanchadir million so'mdan milliard so'mlargacha zararlarni keltirib chiqarishi mumkin biznes to'xtab qolishi. Chunki har bir daqiqa to'xtab qolgan biznes oqibatidan xarajatlar ortib ketishiga olib keladi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida shu ijtimoiy himoya sifatida majburiy sug'urta turlari qonunchilik asosida belgilangan. Bularni aytib o'tadigan bo'lsak, birinchisi shu ish beruvchining fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtasi. 177-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori asosida butun munosabatlar tartibga solib kelinadi. Bundan tashqari, xavfli ishlab chiqarish obyektlarida avariya yuz bergan taqdirda atrof muhitga va uchinchi shaxslarning hayoti va sog'ligi yoki mol-mulkiga yetkazilgan zararlarda vujudga keladigan fuqarolik javobgarligi sug'urtasi va undan tashqari tashuvchilarning fuqarolik javobgarligi sug'urtasi va davlat kafilligi yoki davlat mablag'lari hisobiga qurilayotgan qurilish inshootlarining qurilish montaj xavfsizliklarini sug'urtalash sug'urta turlari hozirgi kunda majburiy tarzda amalga oshirib kelinmoqda. Eng dolzarb hisoblangan yuridik shaxslar sug'urtasida eng hozir mashhur bo'lgan, ham ommabop bo'lgan sug'urta turlaridan biri bu ish beruvchining fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtasi. Qisqa qilib aytganda xalq tilida Azgor sug'urtasi deyiladi va sug'urtalovchilar orasida ham Azgor deb tushuniladi.
Bu sug'urta turi ahamiyatini oladigan bo'lsak, bu xuddi transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtalashga o'xshagan, faqatgina ish beruvchi va uni qo'l ostida mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan ishchilar o'rtasida tuzilgan munosabatlarda ishchilarning shu ish faoliyati natijasida yetadigan sog'lig'iga yoki mol mulkiga, sog'ligiga yetadigan zararlardan sug'urta qoplamasi amalga oshirib beriladi. Misol uchun olaylik, hozirgi kunda bilamiz, ishlab chiqarish katta hajmdagi ishlab chiqarish zavod, sexlar mavjud. Ularda minglab xodimlar ish faoliyati yuritadi. Katta hajmdagi stanoklar bilan ishlashadi, katta hajmdagi shu metallar bilan ishlaydigan korxonalar bor. Ko'p holatlar bo'ladi. Texnogen yoki texnogen natijalarga ko'ra, ya'ni xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik yoki uni qasddan buzmaslik natijasida ishchi xodimlarning sog'ligiga zarar yetadi. Qaysidir ma'noda stanoklar orasiga qo'llari kirib ketgan holatlar bor, oyog'i kirib ketgan holat bor yoki baland shu joyda ishlayotgan paytida pastga qulash oqibatida halok bo'lgan holatlar ham mavjud. Shunaqa holatlarda ushbu sug'urta turi amalga kiradi, ya'ni ish beruvchini oldida o'sha ishchi xodimni hayotiga yetkazilgan zarar natijasida moddiy zarar yuzaga kelganligi uni fuqaro majburiy javobgarligi hisoblanadi. Shu holatda agar sug'urta polisi xarid qilingan bo'lsa, sug'urta polisi orqali sug'urta qoplamasi zarar yetkazilgan ishchi xodimni o'ziga yoki halok bo'lgan taqdirda uni merosxo'rlarga taqdim etib boriladi qonunchilik asosida. Hammamizga ma'lumki, hukumatimiz jumladan yurtboshimiz tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Bu chora-tadbirlar ichida sug'urtani o'rni qanaqa deydigan bo'lsak, sug'urtaga tegishli qator hukumat qarorlari qabul qilinyapti. Jumladan milliy eksportyor, importyor tadbirkorlarimizni sug'urtaga qilgan xarajatlarni tegishli jamg'armalar tomonidan qoplab berish masalalari ko'tarilgan. Deylik, eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarimiz sug'urtaning deylik logistika yuk tashish jarayonida sug'urta xizmatlaridan foydalanishganda eksport shartnomalarida taraflarning javobgarligini bajarmaslik risklari, aylanma mablag'larni to'ldirish uchun olinayotgan imtiyozli kreditlar sug'urtasi va hokazolar kabi sug'urta xizmatlaridan tadbirkorlarimiz foydalanishganda hukumat tomonidan qo'shimcha yordam, bu xarajatlar hukumatimiz tomonidan qoplab berish mexanizmlari joriy etilgan. Rahmat aytamiz. Shu nuqtada o'zidan yana bir savol tug'iladi. Sug'urta xizmatlaridan foydalanish oddiy aholiga nima beradi? Istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan 2024-yilda yuridik va jismoniy shaxslarning sug'urta bo'yicha 4648 ta murojaati ko'rib chiqib, ularning 2193 tasi ijobiy hal qilingan. Natijada iste'molchilar foydasiga 34,6 milliard so'm undirilgan. Sohani raqamlashtirish borasida ham katta qadamlar tashlandi. Jumladan 2024-yil 1-sentyabrdan boshlab barcha turdagi sug'urtalash shartnomalarini yagona axborot tizimidan ro'yxatdan o'tkazish tizimi ishga tushirildi. Bu aholi va biznes uchun katta qulaylik degani. 2024-yil yakuniga ko'ra yagona axborot tizimi orqali 7 million dona elektron sug'urta polislari rasmiylashtirildi. Bobirxo'ja aynan sug'urtaning yana bir muhim bo'limi haqida fikr bildirishimiz lozim. U ham bo'lsa hayotni sug'urta qilish sohasidir. Unda jismoniy shaxslarning hayoti, sog'lig'i, mehnat qobiliyati va pul ta'minoti bilan bog'liq manfaatlarni sug'urta qilish bunda shartnoma bo'yicha sug'urtaning eng kam muddati 1 yilni tashkil etadi hamda sug'urta pullarining sug'urta shartnomasida ko'rsatib o'tilgan oshirilgan foizini o'z ichiga oluvchi bir marotabalik yoki davriy to'lovlarni qamrab oladi desak yanglish bo'lmaydi. Rivojlangan davlatlar tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, tibbiy sug'urta majburiy hamda davlat tibbiy sug'urtasiga bo'linadi. Kanada, Buyuk Britaniya hamda O'zbekiston davlat tibbiy sug'urtasi joriy etilgan davlatlar sirasiga kiradi. Bunda aholining barcha qatlamini davlat tibbiy sug'urtasi dasturi bilan qamrab olish orqali bepul tibbiy xizmat ko'rsatish nazarda tutilgan. Voy, eng qiziq joyda to'xtadi-ya. Siqilmanglar, hozir qaytamiz. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra
Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. Maxway'ning top taomlarini 40% gacha chegirma bilan buyurtma qiling va bu g'ali hammasi emas, hammasi Yandex.Go ilovasida. Xotinimdan iltimos qildim. Sizga ham tayyorladi. Team hammaga yetadi. Adasi eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga promokod berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari, marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Endi esa auditoriyamizda yoshlar o'tiribdi. Ular aynan mavzu borasidagi savollarni ekspertlarimizga taqdim etishga shaylar. Marhamat, Asqar Ali. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Men ismim Asqar Ali va Psixologiya universiteti 2-kurs talabasiman. Savolim shunday iboratki, Yevropa va Amerika, xususan Amerika davlatlarida sug'urta bo'yicha aholi, ya'ni insonlar o'zlarining hayotlarini, hatto detalniy kichkina narsa bo'lsa ham sug'urta qilishadi. O'zbekistonda bu narsa juda katta ommalashmagan. Bunga nima sabab bo'ladi va uni qanday rivojlantirsak bo'ladi? To'g'ri, biz odatda o'rganganmiz xorijiy tajriba bilan solishtirishda, lekin bitta narsani inobatga olishni iltimos qilgan bo'lardik. Endi Yevropa mamlakatlari bilan O'zbekistonni solishtiradigan bo'lsak, masalan, bitta aynan sug'urta turi o'sha hozir aytilgan transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish turi bo'yicha men aniq sifrani aytdik, ya'ni 56 ming so'mga 168 ming so'm. Amerika Qo'shma Shtatlarida biz 1 yil uchun to'laydi uni mijoz. 1 yil uchun 168 ming so'm to'layapmiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida shaxsan mana shu sug'urta turi bo'yicha dollar hisobida $210 to'laydi bir oy uchun. Narx tafovuti ham bor, to'g'ri? Narx tafovuti ham bor. Endi qarang, u yerdagi bo'lgan o'sha $210 dan agar 1 yilga hisoblaydigan bo'lsangiz, qariyb $2,500 atrofida ular majburiy sug'urtaga to'layapti. Endi bitta narsa bor, iqtisodiyotda talabga yarasha taklif bo'ladi. Mana boya mutaxassislar ham aytishdiki, masalan, siz aytyapsiz, hozir O'zbekistonda ham barcha sug'urta turlari bo'yicha imkoniyatlar bor. Lekin taklif qilish jarayonida biz o'sha kelayotgan mijoz birinchi o'rinda bizdan nimani so'raydi? Narxi arzonrog'ini bering deydi. Siz shuni talab qilyapsiz, shunga yarasha taklifni olasiz. Masalan, oddiy sodda tilda aytayotgan bo'lsak, xarid jihatdan olib qaraydigan bo'lsangiz, go'sht deb oladigan bo'lsangiz ham, lahm go'sht bor, suyakli bor, suyak bor. Suyak olganingizga yarasha suyagi bo'ladi. Lahm olsangiz qimmatroq to'laysiz. To'g'rimi? Sug'urtada ham xuddi shunaqa. Endi sug'urtalash jarayonidan kelib chiqib biz aytamiz, sug'urtani o'zi tarixiy negiziga, nazariyasiga olib qarasak, nimaga? Kam pul evaziga ko'p pul olish. Bu moliyaviy hashar, bu moliyaviy ko'mak. U sizga nima beryapti? Agar siz yaxshi to'lang, servisingiz shunga yarasha bo'ladi. Masalan, qo'pol qilib aytganda, nima uchun ko'chadagi oddiy choyxona bilan restoranda narxlar tafovut bo'ladi? Lekin ikkalasi ham bir xil. Lekin servis, xizmat ko'rsatish, u yerda talablari boshqacharoq bo'ladi. Masalan, kelyapsiz, mijozda keladi, biz unga endi tushuntirib berishni xohlasangiz, akajon men shoshyapman yoki tezroq qilib bering. Ya'ni asl negizini tushunmayapti. Ya'ni imzolash jarayonida kerak xolos. Shunaqa mijozlar bo'ladi, shartnoma shartlarini o'qimasdan turib qo'l qo'yadi va natijada men deydi to'lab bermayapti deydi. Biz to'lab bermayapti deymizda, odatda psixologiya, inson psixologiyasida shunaqa narsa bor. Odam ko'rgandan ko'ra eshitganini ko'proq ishonadi. To'xta deydi, ana to'lab bermayapti deydi. Bu to'lab bermayapti. Lekin nima uchun to'lab bermagan? Sababini bilmaydi. Endi siz aytayotganda Yevropaga o'sha oddiy biz boya aytdik, to'g'ri, rivojlanmagan desak g'alati bo'ladi, rivojlanayotgan soha hisoblanyapti hozirgi kunda. Masalan, bor, o'zi kelib uyini, mashinasini shunaqa mijozlar bor, 10 talab mashinasi bor. 2-3 ta dachasi bor, sug'urtalab qo'yadi. Narxiga ham talashmaydi, chunki uy hayvonlarini ham sug'urtalashadi hattoki chet elda. O'zbekiston nimasida ham bor, uni sug'urtalash imkoniyati bor. Lekin biz o'sha aytayotganimiz hamma narsasi tag zamiri sug'urta savodxonligi va moliyaviy savodxonlik yo'qlikka olib keladi. Agar siz boring,
o'sha mana hozirgi kunda 33 ta O'zbekiston sug'urta bozorida faoliyat yuritayotgan 33 ta sug'urta kompaniyasiga hammasiga boring, hammasida servis narxingizga yarasha zo'r servis qilib beradi. U sug'urta mahsuloti qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, baxtsiz hodisa bo'ladimi, hayot sug'urtasi bo'ladimi? Hayot sug'urtasida ham masalan bizda ham bor. Men shaxsan o'zim hayot sug'urtada o'zim sug'urtalab qo'yganman. Men nima uchun har doim savolni o'zimizga beramiz. Biz aholida sug'urta savodxonligi oshmayapti, biz sug'urtalamaymiz. Yo'q. Biz avval o'zimiz sug'urtaga singib ko'rdik, aytadi-yu, pichoqda avval o'zingga ur, og'rimasa birovga ur. Ya'ni biz o'zimiz uni his qilishimiz kerak, keyin boshqa o'sha nima deydi, tasavvur talqin qilishda ham, targ'ibot qilishda ham siz o'zi sota olsangiz, masalan, men kelsam sug'urta haqida sizga ko'p gapirsam, bitta savol bilan meni o'chirish mumkin-da, siz o'zi sug'urta qildirganmisiz desa. Yana bir savolda qarang, inson o'zini sug'urta qilganida aynan baxtsiz hodisa ro'y bo'lishi kerakmi yoki bo'lmasam xastalanib qolganda ham mana shu sug'urta pulini olish mumkinmi? O'zi baxtsiz deylik qattiq shamollab qoldi, shamollash o'pkaga o'tdi deylik, misol uchun. Baxtsiz hodisalarni sug'urtalash turi bo'yicha faqatgina aynan o'sha fuqaro bilan, ya'ni mijoz bilan sug'urtalangan shaxs bilan baxtsiz hodisa ro'y berishi kerak. Agar aytaylik, siz men o'zimni sug'urtaladim, o'sha qo'limga lat yeyishi, qo'l sinishi, oyoq, miya chalqalishi bular uchun to'lab beriladi sug'urta tomoni. Aynan siz aytgan shamollash, o'pkaga o'tib ketish xastalik bo'yicha faqatgina tibbiy sug'urtada bu narsa xizmat ko'rsatiladi. Lekin yana o'sha boshqa narsaga qaytamizki, tibbiy sug'urta shartnomasini imzolayotganda siz bilan doimiy bo'layotgan irsiy kasalliklar bo'lsa-yu, o'sha ma'lumotlarni soxtalashtirish yoki yolg'on ma'lumot berish holatlari oqibatida bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'zi aytaylik qanaqadir irsiy kasalligi bor, lekin o'pka saratoni bilan qanaqadir kasallandi. O'pka saratoniga irsiy kasallikning aloqasi yo'q, lekin yolg'on ma'lumot berganlik uchun sug'urta tomonidan to'lab berilmaydi. Chunki ishonch yo'qolyapti. Boshda kompaniyaga noto'g'ri ma'lumot berilyapti. Sug'urta shartnomasini imzolash jarayonida barcha narsalar shaffof bo'lishi kerak. Hamma narsani to'g'ri aytsa, unda to'lab beradi. Hattoki bizda masalan shunaqa bitta yaxshi el tanigan, xalq bilgan bizning bir mijozimiz bor. O'sha tibbiy sug'urtadan kanda qilmaydi. Adashmasam 300 ga yaqin xodim bo'ladigan bo'lsa, yuridik shaxslarni kompleks sug'urtalash, ya'ni tibbiy sug'urtadan kompleks har bir xodim sug'urtalasi bo'ladi. Endi narxlarga olib qaraydigan bo'lsak, masalan, hozir kim uchundir balkim ertak tuyular, lekin 5000 so'mga ham inson o'zini baxt hodisasidan sug'urta qilsa bo'ladi. 10 million so'm javobgarlik olyapmiz. 5000 so'm uchun. 5000 so'm qayercha, 10 million qayerda. Lekin o'sha narsani tushuntirib beraman, keyin ol desa, bo'ldi, bering, menga ketdim deydi. Polis daji shunaqa masalan, to'g'ri, ko'pchilik sug'urta kompaniyalari talqin qilmaydi. Yo'q, sug'urta kompaniyalari sug'urta mahsulotini bitta mahsulot ishlab chiqish uchun u uchun yillar bosh qotiradi. Shu narsani ishlab chiqsam aholiga sota olaymanmi, aholiga naf keltiradimi? Uni har bitta instruksiyasi, shartnomalarda yozilgan bo'ladi. Lekin bizda ko'pchilik nima qilamiz? O'qimaymiz. Bo'ldi. Mana shunaqa qilib bersang bo'ldi, men roziman. Kimdir so'rayapti, shuni olishim kerak. Sug'urtalash bu shunchaki favqulodda vaziyatlarda kompensatsiya olish emas. Bu eng avvalo bunday holatlarning oqibatlarini yumshatishdir. Bu biznes va aholining ertangi kunga bo'lgan ishonchini oshishiga yordam beradi. So'nggi yillarda O'zbekistonda sug'urta bozori yanada rivojlandi. Yangi sug'urta turlari paydo bo'ldi. Odamlarning sug'urta bozoriga bo'lgan ishonchi ortdi. Soha to'liq raqamlashtirildi. Ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratiya holatlariga chek qo'yildi. Eng muhimi, odamlarda sug'urta savodxonligi shakllanmoqda. Oldingidek faqatgina avtomobillar emas, inson hayoti, biznes, salomatlik ham sug'urtalanmoqda. Bularning barchasi insonlar turmush tarzining yanada barqaror bo'lishiga yordam beradi. Umid qilamizki, bugungi ko'rsatuv sizlar uchun ham manfaatli bo'ldi. Siz nima deysiz ko'rsatuvda ko'rishguncha omon bo'ling. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.